bo'lishim. Buyrak darvozasi hirus renalis orqali biz aytganmizki, nima kiradi deganmiz, buyrak darvozasi orqali kiradi, arteriya qon tomiri va nervlar kiradi. Chiqadi deganmiz, nima deganmiz? Sidik nayi endi birinchi mana buyrak jo'mchasi bo'lib chiqadi, keyin sidik nayiga davom etadi. Sidik nayi va vena qon tomirlari chiqadi deb aytganmiz. Ana endi kiradigan qon tomirlar haqida gapiradigan bo'lsak, mana unga kiradi yuqori qutb arteriyasi, arteriya polaris superior, markaz arteriyasi, arteriya centralis va arteriya polaris inferior qismlari kiradi deganmiz. Mana yuqori qutb arteriyasi, arteriya polaris superior va markaz arteriyasi, arteriya centralis va pastki qutb arteriyasi, arteriya polaris inferiorlar kiradi. Kirgandan keyin biz aytganmiz, arteriya qayerda? Ya'ni pars radiator, nurli qismda bu dastlab nimaga bo'linadi deganmiz? Arteriya arkuata, ya'ni ravoqsimon arteriyaga bo'linadi deganmiz. Mana ravoqsimon arteriyalarga bo'linib ketyapti mana kirgandan keyin. Ravoqsimon arteriya esa nimaga bo'linadi deganmiz? Bo'lak arteriya, arteriya interlobularisga. Chunki arteriya interlobularisga bo'linishiga sabab yuragimizda nechta segmentimiz bor edi? 5 ta segmentimiz bor edi. Segment anterior, segment superior, segment inferior, segment anterior superior, segment anterior inferior va segment posterior qismlarga bo'lganmiz. Interlobularisga bo'linishiga sabab mana shu. Chunki yurakni har bir segmentini alohida qon bilan ta'minlash kerak. Bundan tashqari aytganmiz, endi arteriya interlobularis nimaga bo'linadi deganmiz? Mag'izda atrofida joylashgan yukstamedullar apparatimiz bor edi. Bundan tashqari Shumlyanskiy Baumin kapsulamiz bor edi. Shumlyanskiy Baumin kapsulamiz atrofini nima o'raydiganmiz? Qon tomirlarimiz xuddi kaptokchaga o'xshab qoplab turadi deganmiz. Ya'ni glomerula kaptokchalarimiz atrofida arteriya interlobularis, vas afferens, vas efferens qon tomirlariga bo'linib, nimani hosil qiladi deganmiz? Ajoyib to'rni hosil qiladi deganmiz. Undan tashqari boshqa joylarda esa arteriola va kapillalarga bo'linib turib, oddiy to'rni hosil qiladi deganmiz. Endi ajoyib to'r bilan oddiy to'rni haqida gapiradigan bo'lsak, ajoyib to'rimizda buyrak darvozasi orqali kirgan nima bo'ladi? Birlamchi siydligimiz bo'ladi. Bir kecha kunduzda 98-99 litrgacha birlamchi siydligimiz hosil bo'ladi va unda ajoyib to'rdagi o'sha reabsorpsiya, filtratsiya jarayonlari oqibatida u birlamchi siydlikda kerakli bo'lgan aminokislotalar, glukoza, makroelementlar, mikroelementlar, ma'lum miqdorda tuzlar qonga qayta so'rilib, ikkilamchi siydlikni hosil qiladi deganmiz. Demak, birlamchi siydligimiz qayerda ekan? Glomerula kaptokchalarida ajoyib to'rda hosil bo'ladigan bo'lsa, bundan tashqari oddiy to'rimizda esa endi nima? Ikkilamchi siydligimiz hosil bo'ladi deb aytganmiz. Bo'ldi.